Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Multi-level reading part 1 o'tgan imtihonlarda tushgan passageni birgalikda analiz qilib ishlaymiz. Demak, reading part 1 da sizga berilgan gaplarni shu tekst ichidan topishingiz asosiy shart qilib belgilanadi va siz bu yerga faqatgina bir dona so'zni hech qanaqa o'zgarishlarsiz, ya'ni tekstda qanday bo'lsa shundayligicha qo'yishingiz talab qilinadi. Demak, birinchi navbatda siz tushirib qoldirilgan so'zdan tashkil topgan gapni o'qing va sizga nima kerak degan savolga javob toping. Demak, the something was filled with tall tree, colorful flower in sparkling stream. Nimadir to'la rangli gullar, daryolar, daraxtlar bilan nima to'la bo'lishi mumkin degan savolga tepadan javobni topamiz. Once upon a time, in a magical land far away, there was an enchanted forest. Uzoq zamonlarda sehrli bir diyorda enchanted forest bo'lgan ekan, ya'ni o'rmon bo'lgan ekan. Endi shu yerdagi men forest so'zini, ya'ni o'rmon degan so'zni qo'yib ko'raman. O'rmon daraxtlar bilan to'la bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Gullar bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Demak, ushbu joyga javob forest bo'ladi. Endi ikkinchisi, he in a cozy tree hollow was known for his wisdom and knowledge. U chinam daraxtni hollovida nimadir qiladi va uning bilimi bilan, aqli bilan mashhur. Demak, u nima qiladi? Bizga bu yerga verb kerak. Endi yuqoridagi gapni o'qiyman. It was a place where a fairy, unicorn and talking animal lived together in harmony. Demak, bu yer shunaqa joyki, ya'ni mana bu o'rmon. Ularda farishtalar, qanaqadir otlar, gapiradigan hayvonlar birgalikda yashaydi. Demak, ushbu joydagi lived degan so'z men qo'yib ko'rsam bo'ladi. He lived in a cozy tree hollow. Demak, u yashaydi qayerda? Shinam daraxtni qayerdadir. Demak, yashaydi degan so'zni olsam bo'ladi. 3. One sunny day, curious little girl named Lily ventured into the something forest. Demak, something demaymiz bu yerga, chunki o'rmon degan so'zdan oldin kelyapti. Odatda adjective qo'yiladi, to'g'rimi? Yoz issiq kunlarda bitta qizcha Lily degan shu o'rmonga bordi. Qaysi o'rmonga bordi? Sarlavhani ichidan ham topishingiz mumkin. Enchanted forest. Demak, bu yerda hozir men gaplarni o'qishim shart emas. Shu yerdagi enchanted degan so'zni men bemalol ikkilanmasdan tanlasam bo'ladi. Endi to'rda o'qiyman. As Lily deeper into the forest, she came across a mischievous fairy named Sparkle. Lily o'rmonga chuqurroq nima qilish mumkin? Albatta kirish mumkin. Bu yerda men hozir yuqoridagi gapda men esimda qolganda one sunny day a curious little girl named Lily ventured into degani ham bu yerda men bu into bilan menga signal bo'ldi. Shuning uchun ventured degan so'z chuqurroq, shunchaki tavakkal qilib kirmoq degan ma'noda kelyapti. Ventured degan so'zni tanlashim mumkin. Bizga verb kerak. 5. Lily and Sparkle became fast something and went on many adventures together. Lily va Sparkle tez orada nima bo'lishdi? Yuqoridagi gapni o'qiyman. She loved playing prank on her friends but had a heart full of kindness. Demak, ular juda ham birga o'ynashni yaxshi ko'rardi, uni do'stlari bilan va juda ham mehribon edi. Lily va Sparkle nima bo'lishib olishi mumkin? Albatta tez orada do'st bo'lishdi. Friends degan so'zni yozishi mumkin. Va oltinchisi, the enchanted forest was a something where dreams come true and friendship work forever. Enchanted forest shunaqa nima? Bizga men relative clause'dagi verb joy ma'nosini bildiradigan so'z kelishini signal qilyapti. Shunaqa demak joyki, men yuqoridagi gapni o'qiganimda demak, it was a place where fairy, unicorn, talking animal lived together in harmony degan so'z esimda qolgandi. Xuddi shu yerdagi mana was a place shunaqa joyki, hamma orzular ro'yobga chiqadigan, do'stlik abadiy bo'ladigan joy degan ma'noda kelyapti. Demak, reading part 1 da siz birinchi navbatda butun boshli gapni emas, aynan tushirib qoldirilgan so'z mavjud gapni o'qing. Sizga nima kerak? Shuni aniqlang. Undan so'ng o'zidan yuqoridagi gaplarni o'qib
albatta o'ziga mos kerak bo'lgan javobni yozishingiz kerak. Ko'p vaqt sarflamaslikka harakat qiling. Tezroq fikrlash uchun siz oldindan, ya'ni imtihonga kirishdan oldin siz o'zingizni comprehension skillingizni, ya'ni o'qib tushunish skillingizni rivojlantirishingiz kerak. Nima qilib? Artikelni o'qib, gazeta, qanaqadir novella yangiliklarni o'qib, siz avtomatik tarjima qilib keta oladigan darajada bo'lishingiz kerak.